terisi quriyotgan har qanaqa odamga va yuzi juda ham yog'lanib ketadigan har qanday insonga gilronkali kremni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu terini yaxshi namlantirib, yaxshi увлажнять qilib beradi. Birinchidan konsistensiyasi juda ham zo'r, как gelga o'xshaydi. Teringizga surganingizda teringlarni yumshatib, namlantirib beradi. Teri yaxshi namlangandan keyin tonalka ham juda yaxshi yotadi. Mana qaranglar qanaqa namlangan. Va hozir qo'lda ko'rsatib beraman, yuzga surib ham olsanglar bo'ladi. Bizda buni testerlari ham bor. Prям quruqqa ham yog'ligan, вообще zo'r ketadi qizlar. Teringlar qanchalik namlangan bo'lsa, tonalkalar ham shunchalik zo'r yotadi. Bazalar ham shunchalik silliq yotib beradi. Обязательно kremidagi ahamiyat beringlar. Misol, niasinamidligini hozir aytdim, porani qisqartirishga ishlab beradi. Poranglar qancha qisqargan bo'lsa, tonalka ham zo'r yotib beradi. Keyin qizlarjonlar, baza bilan SPF'larga обязательно ahamiyat beringlar, chunki bular eng asosiy narsalar hisoblanadi. Masalan, men buni ko'rsatib berishim kerak sizlarga, chunki вообще bu ham idealni. Bu ham teringlarni shunaqa yumshoq qilib